Doktor süt ko'paytirishni o'rgating. Yangilar sizlarga bugun kursimdagi bitta mavzudan birini o'rgatib beraman. Bu massaj texnikasi. Dum foydali va natijalar uchib ketasizlar. Buning uchun biza massaj qilish boshlashimiz kerak. Massaj deganda dar ko'krakda massaj qilib boshlaymiz. Tepadan o'rtaga kelamiz. Bu yon tarafdan qarab, shunday krugovыми движения massaj qilishimiz kerak. Bu yondan, yonboshdan, bu yonboshdan bir de qo'ltiqlarning tengdan kelishi kerak. Chunki sut bezlarini bu yondan ishlatib kelishimiz kerak. Pastdan tepaga qaratib. Hammasi ishi o'rtaga keladi. 5 minut ushab massaj etasizlar. Uni har xil metodlari bor. Hozir rasmda qo'yib o'taman va keyin уже bizning ko'kragimiz tayyor bo'ladi, sut chiqarishi. Sutni chiqarganda ko'rish ujini bosib o'tiradilar, ishida sut keladi o'xshaydi. Uning emas. Eng katta xato shu. Bu yonidan o'rtaga kelamiz, bu yonni bosib keyin kelamiz. Eng zo'r joyi bu ko'rishib bosib o'tirish emas. Ikki barmoq olinadi, elda orqaga bosiladi, qarama bosilib turibdi. Keyin o'rtasına bosilib, keyin eldini qaratib yuritasizlar. Shundagina zo'r sut chiqadi, dum ko'p miqdorda chiqadi. Bu texnikani endi video orqali yetirib berish sal qiyin bo'lishi mumkin, lekin konsultatsiyaga kelganda men shu o'rnimizda onalarga ko'kraklarni ko'rsatib beraman va mamachiqamiz dum ko'p sut chiqarib beradilar. Molokosdan ham dum ko'p sut chiqadi. Albatta bu massajni qo'llab ko'ring va o'z natijangiz bilan bo'lishing. Bu massaj texnikasidan keyin mamachiqamiz sut ko'payib ketgan. Hozirlar o'zi